Mana yana bir xonadonimizda ishlarimiz davom etyapti. So'qillariga большой stol mo'qridan berganmiz. Rombidan fasadlariga Dubay oqqa qoramizdan berganmiz. Общий объемimiz 320 kvadratli obyektimiz. Darvozaxonalari uyda oldilari bitta mana. Fasadlariga oqqa qora Dubaydan. Kimga kerak bo'lsa shunday fasadni so'qilni plitkalar bunyodkor fasadga murojaat qila olasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Ustalarimiz ham bor. Borib chiroyli qilib berib kelishaveradi. Ko'cha tomonlari ham bitgan mana. Hozir uyni ichkarilarini, shu derazani chekalari, atkoslari qilinyapti hozir.